Qatga keldik. Zavodchiga keldik. Baribir xotir istiklanishiga yordam beraman. Tushing. Azbi, siz bilan eski do'stmiz. Do'stligimizga putur yetib qolmasin. Bu odamni o'zini doktori bor, litseniyasi bor, o'sha yerga olamiz. Meni ishlarimga aralashmay qo'yavering. Bo'ldi, tushunarli do'stim. Yuring, siz bilan bir joyga borib kelamiz. Qatga? Zo'r joyga boramiz. Bir gap bor. Men buni oxiriga yetaman. Yetib keldik. Dozasini sal ko'paytirib beraman, puliga ham qo'shilib qoladi, keyin bu o'lib ham qolishi mumkin. 10 barobar kuchaytiravering, hech pul sezmayman. Ha, bu boshqa gap. Xo'p bo'ladi. Bobo, qaravering. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Hozirdan yana qo'shadigan narsasi bor. Mana, tayyor bu. Rosa tobida bo'pti, em bo'lsin. Mana tayyordan ichirib oling tezda. Ichmayman. Ichasan. Ichiring. Em bo'lsin. Yaxshi ketadi. Bobojon, tog'a endi yashib qoladimi? Ha, unga xotirasini tiklaydigan dori berdim bolam. Hali oddiy bo'lib ketadi. Ha, bolam, tinchlikmi? Men bu tog'ani taniyman. Qatdan taniysan sen? Sizin mashina urib yuborganda doktorga borgan tog'a. Ha, o'shanda hushimda bas edim. Belgisimi? Ha, bir tomonda o'tirgan tog'a. Bandasin qo'llasin tiklanigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmas. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin.